Tibbiyotning eng murakkab, o'ta mas'uliyatli va ayni paytda ehtiyoj ortib borayotgan yo'nalishlardan biri bu transplantologiya. 2021-yilda mamlakat tibbiyoti tarixida birinchi marotaba mahalliy mutaxassislar tomonidan jigarni ko'chirib o'tkazish operatsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshirildi. Ushbu yangilikka davlatimiz rahbarining xirurgiya xizmatini transformatsiya qilish, hududlarda jarrohlik amaliyotlari sifatini oshirish va ko'lamini kengaytirish chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori asos bo'ldi. Bugungi kunda buyrak va jigarni ko'chirib o'tkazish amaliyotida yurtimiz shifokorlari yuqori natijalarga erishmoqda. Bir necha yil avval O'zbekistonda buyrak va jigar transplantatsiyasi amaliyotlari o'tkazilmasligi oqibatida ko'pchilik bemorlar xorijiy mamlakatlarda katta mablag' evaziga davolanishga borishga majbur edi. Hatto ayrimlari bevaqt vafot etardi. Bugungi kunda tibbiyotga, ayniqsa transplantatsiya sohasiga qaratilayotgan e'tibor sabab qator ijobiy natijalarga erishilmoqda. Chunki yurtdoshlarimiz chet elga borib operatsiya qildirishga muhtoj bo'lmay, transplantatsiya amaliyoti va undan keyingi davolash jarayoni shu yerning o'zida muvaffaqiyatli o'tkazilmoqda. Menga 2018-yil jigar sirrozi tashxisi qo'yilgan edi. Shundan beri har xil klinikalarda davolanib turardim. Bu narsani to'g'risi davosi borligini va oxirigacha tuzalib ketish borligini eshitmagandik. Shuning uchun kasallik bilan qachon ketib qolishimizni bilmasdan shu baribir qo'rquv bo'lardi. Qayerda shunaqa davolash ishlari bo'lishini, jarrohlik amaliyotlari qayerda bo'lishini surishtirib, Hindistonda, Rossiyani ko'rdik, topdik. Yaxshiroq bilsak, bu narsani o'zimizning milliy tibbiyot markazida operatsiya qilishayotganini eshitdik. 2025-yil shu yili 19-fevral kuni jigar transplantatsiyasi amaliyotini boshdan o'tkazdik. Bugun 24-mart bo'ladigan bo'lsa, Xudoga shukr, mana 1 oylik 35 kunlik holatim ancha zo'r. O'zim yaxshi his qilyapman. Hamma tomonlama 100 millionlik operatsiyalarni bepulga qilib berishyapti. Albatta donor o'zini hisobidan bo'lsa ham, lekin asosiysi bemorni davlat o'zi 100% qoplab beryapti-da bu narsani. Agar chet elga boradigan bo'lsa, o'zimiz pul topishga, o'zimiz hamma narsani o'zimiz rasxod qilishga to'g'ri keladi. Darhaqiqat, Milliy tibbiyot markazi ana shunday amaliyotlar o'tkazilayotgan tibbiy muassasalardan biri. Markaz 2024-yil yanvarda faoliyat boshlagan. O'tgan yili markazda 75 ta buyrak hamda 15 ta jigar transplantatsiyasi amaliyoti o'tkazildi. Joriy yilda esa birgina jigar ko'chirib o'tkazish amaliyoti 28 tani tashkil etmoqda. Hindistonlik shifokorlar bilan hamkorlikda o'tkazilayotgan jigar transplantatsiyasi muvaffaqiyatli amalga oshirilyapti. National Medical Center Milliy tibbiyot markazida murakkab jarrohlik amaliyotlarini bajarish uchun barcha sharoitlar bor. Markaz mutaxassislarining malakasi ham yuqori. Ular jigar va buyrak ko'chirish amaliyotlarini o'tkazish bo'yicha to'liq bilimga ega. Aytishim kerakki, jarrohlik amaliyoti, operatsiyaga tayyorgarlik, operatsiyaning o'zi va bemorning tiklanish holatlarini o'z ichiga oladi. Markazda operatsiyadan keyingi holat, ya'ni reanimatsiya bo'limlariga biroz o'zgartirish kiritish kerak deb o'ylayman. Bu yerga kelganimdan buyon yanvar oyida bitta, fevral oyida esa 4 ta jigar ko'chirib o'tkazish amaliyotini bajardik. Aprel oyida esa 6 ta shunday amaliyotni bajarishni rejalashtirganmiz. Milliy tibbiyot markazida o'tkazilgan matbuot anjumanida jigar transplantatsiyasi borasida amalga oshirilayotgan ishlar haqida ma'lumotlar berilib, mutaxassislar tomonidan qator savollarga javob qaytarildi. Yangi texnologiyalar, robotlashtirilgan jarrohlik yoki sun'iy organ transplantatsiyasi bo'yicha kelajakda biror bir loyihalar ko'zda tutilganmi? klinikadagi o'tkaziladigan yuqori texnologiyalarni 90% robotlashgan texnologiyalar bilan o'tkaziladi. Bundan tashqari, mana hozir O'rta Osiyo mamlakatlarida yagona bo'lgan gamma noj olamiz. Gamma noj degan apparat bu nima degani? Miyani ichidagi 3 millimetrdan 3 santimetrgacha bo'lgan onkologik объемный образованияларni, malformatsiyalarni bu kuydiradi. Ochib operatsiya qilish kerak emas. Sun'iy organlar va yaqin qarindoshi bo'lmagan odamlardan organlarga ruxsat berilgan yo'q, lekin odamlarga zarar yetkazib qo'yishni oldini olish uchun bu har tarafdan o'rganib chiqilyapti. Men o'ylaymanki, yaqin orada bu narsalar ham etapi bilan bo'ladi. Ma'lum qilinishicha, Milliy tibbiyot markazi tomonidan chekka hududlarda ham jigar ko'chirib o'tkazish amaliyotlarini yo'lga qo'yish ko'zda tutilgan. Shuningdek, markaz shifokorlari kelgusida ko'krak hamda yurak transplantatsiyasini amalga oshirishni rejalashtirishgan. Gulnora Qoraboyeva, Shohruh Toshnazarov, yoshlar.